Endi ziyorat safari deganimizda nafaqatgina bu makonni ziyorat qilishlik, balki eng birinchi ziyorat qilishlik kerak bo'ladi hayot bo'lib turgan insonlarni, ota-onani ziyorat qilish. Ota-onangizni agar safarlarda bo'lsangiz tezroq ziyorat qilib turing. Duolarini olib turing. Ota-onani oldiga borib turish kerak azizlar. Bu ziyorat. Kattalarni, ulug'larni ziyorat qilib turish kerak. Do'st og'aynilarni ziyorat qilib turish kerak. Bir hadis keladi, Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, bir inson deydi, Alloh uchun bir insonni ziyorat qilgani chiqdi yo'lga. Yo u uning do'sti, yoki bir ahli ilm, bir olim. Alloh uchun ziyorat qilib chiqqan deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Unga Alloh taolo bir farishtani inson qiyofasida yo'liga yo'liqtirdi. Haligi odam kelib so'radi, deyapti. Qayerga ketyapsiz? Ha, falon bir qishloqda bir do'stim bor, ziyorat qilgani ketyapman. Unda seni biror hojating bormi? Ya'ni uni ziyorat qilishdan maqsad biror narsa so'raysanmi? Bir yumishing bormi? Yo'q. Qarzing bormi? Yo'q. Nima uchun ketyapsan? Men uni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Shuning uchun ziyoratga ketyapman desa, haligi aytgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, sahih hadis bu azizlar. Haligi aytar ekan, men bir farishtaman, inson qiyofasida senga Alloh meni yo'liqtirdi. Sen o'sha insonni yaxshi ko'rganing kabi Alloh ham seni yaxshi ko'rganini bildirdi der ekanlar. Shu niyatda safarga chiqiladi. Odatda ziyoratga borganimizda hozir shunaqa bo'lib ketdikki, Alloh bizni kechirsin, nimanidir ko'zlab boriladi-da. Xolis Alloh uchun ziyorat qilishlik. Birodaringiz bo'lsin, tanishingiz bo'lsin, ana o'shalarning oldiga borib turishlik kerak.